do'stlar, men sizlar bilan Riza. Do'stlar, meni yangina videoimga xush kelibsizlar. Hop, hozir do'stlar. Hop, do'stlar, meni bugun sheriklarim yo'q. Shuni aytib qo'ydim. Xo'sh, do'stlar, men polizlarimga qarashim kerak. Daraxt chopib kelishim kerak. Meni boltam ham yo'q. Mana bu uyda qishloq yashaydi do'stlar. Qishloqlar nimagadir yotoqsiz uxlaydi. Shuni bilgan bo'lsalaring aytib qo'yapman-da. Mana 3 ta 5 ta sholg'om oldim. Mana bu ham bor. Mana hozir bo'pti. 12 ta sholg'om oldim do'stlar. Xo'sh. Bularni olib olaman. Hamma uydagilarni olib olaman do'stlar. Bu uyni yangilab chiqaman. Shuning uchun daraxtlar kerak. Qaysi uyda shunaqa bo'lsa olib olaman. Faqat bu uydan tashqari bu uy o'zi yangi. Boshqa qolmabdi. Va sekin o'g'irlab olamiz. Mana ikkita nonqilikka oldik. Tepaga chiqamiz. Yo'q. Va menga daraxtlar kerak. Voy do'stlar. Yana boshqatdan qilib ko'raman. Shu narsani men qilganimcha harakat qilaveraman. Shunga tayyorlanyapman. Hop, vah, do'stlar, yaxshi urinish. Xo'p, men daraxt chopishim kerak. Endi tezroq daraxt chopishim kerak. Tepadagi narsaga e'tibor bermanglar, reklama chiqib turibdi. Mana daraxt chopamiz, bolta va kirkalar yasab temir qidirishni boshlaymiz va toshli aslahalar ham yasab olamiz. Xo'p, mana. Men uyga kirishim kerak tezroq. Xo'p, mana bu yerni ham to'g'irlamoqman, hozir to'g'irlab qo'yaman. Menda bloklar bor. Mana do'stlar, mana buni qo'yib qo'yamiz. Buni ham va mana buni ham. Bu mana do'stlar. Mana. Endi tosh qidiramiz do'stlar. Qishloqlar ham yo'q bu yerda. Qishloqlar ham qayergadir ketdi. Nima? Mana do'stlar, qishloqlardan so'ray desam, endi biz kon qidirishni boshlaymiz do'stlar. Hozir men qishloqdan uzoqqa ketib qolmay, yana qishloqni top qidirib o'tirmay. Mana tosh va 3 ta olib olamiz. Do'stlar, hozir biz nima yasab olamiz? Hop. Mana bu verstak yasab olamiz. Va biz mana buni yasaymiz va biz bunda temir qidirishni boshlaymiz.
Uyimni tashqarisida pechka bor, faqat ichkarisida yo'q. Agar temir topolmasam, hammasiga uxlarim degani. Do'stlar, bu yerni keyin nima qilaveramiz? Do'stlar, shuni ikkinchi qismi chiqishni xohlasangizlar, tezda 10 ta yoki 20 ta layk beringlar, tezroq. 15 ta ham bersalaring roziman. Faqat qilsalaring bo'ldi. Do'stlar, men xabar aytaman. Hozir yaqinda boy va kambag'al videosi chiqadi. Shunga biz o'rtog'im bilan tayyorlanyapmiz. Shuning uchun tezroq 20 ta layk qilib bersalaring, ana shu boy va kambag'alni chiqaramiz. 10 ta layk qilib bersalaring, shuni ikkinchi qismini ukam yoki o'rtog'im yoki ikkalasi bilan ham olishim mumkin do'stlar. Shuning uchun tezroq harakat qilinglar. Xo'p, mana bitta non yasab olamiz. Va bitta non o'zimizda turadi, chunki u narsa qornimiz ochib qolishi mumkin-ku. Xo'p. Hech qaysini uyda sandiq yo'q edi do'stlar. Agar sekin hech kim yo'q hozir qishloqda, sekin o'g'ilib olib olardim. Lekin ota-bobolarimiz aytgan, o'g'irlik yomon fazilat. Xo'p. Hozir menga nima kerak bo'ladi? Yana shuni oldim. Bitta shuni olib qishloqni uyini sotib olganman bittasini. Shuning uchun menda ana narsalar yo'q, mol. Shu uyga kirgizamiz. Bo'yla tez yuringlar, tezroq. Ana bu uyni eshigi ochig'i mana shu bo'ladi. Yugur. O'rtog'ing kelmayaptimi? Yugur. Kir. Eshik olishim kerak. Mana do'stlar, mana qo'yib oldim va qolganlarini ham shunaqa chaqiramiz. Hoy, hammaga beraman. Kelinglar. Kelyapsan? Qalaysan? Ketdik. Do'stlar, mana sekin shu uyga qamab qo'yamiz. Qaysi uydan? Molam Aliyo deyapti. O'rtoqlarim kelyaptimi deyapti. Ketib qopti. Sen ichkarida tur. Qani o'rtoqlaring? Do'stlar, yana qaytadan boraman bu yoqqa, mayli. Xo'p, bittasini bo'lsa ham olib borsam bo'ldi. Xo'p, o'rtoq bo'ladi. Kel. Mana. Xo'p. Mana. Kir. Tezroq. Xo'p. Men uyga tezroq borishim kerak. Hozir zombilar ko'payib boradi do'stlar. Voy, qo'yib yubordim. Yana qo'yib yubordim, mayli. Tezroq uxlash kerak.
Voy, endi mana bularni yig'ishtirib chiqaman. Kecha shoshilardim, haddan tashqari ko'p. Mayli. Do'stlar, kommentga qanday videolar chiqarishimni va qaysi o'yinda video chiqarishimni yozib qoldiring. Shuning qaysi versiyalarda o'yin chiqarishimni yozib qoldirsangiz, men o'zim shularda video chiqaraman. Xo'p. Do'stlar, mana bitta bolacha ham nima? Bu bolacha hali sig'alimi? Chiqib ketma. Kir. Men bag'daman, kir. Bu yana versiyaga yasash kerakmi? Mana. Endi do'stlar, verstak uyda bor edi. O'shandan endi taxtalar 3 ta taxta olib narsa yasashim kerak. Oppo. Bolacha qilib ham nima bor edi? Mana. Qishloqlar bu yerga 2 kundan beri kelishgan yo'q edi. Xudoga shukr. Yo'q, nima qilishni o'zim ham bilmayapman. Endi men qishloqlar kelsagina video olaman. Qishloqlar bilan zo'r ketar edi. Yo bo'lmasam o'rtoqlarim bilan. Xo'sh. Do'stlar, hozir 1 minut. Do'stlar, men sizlar bilan xayrlashmoqchi emas edim, ammo xayrlashishim kerak. Chunki mening ancha ishlarim bor haqiqiy hayotda, meni grafda emas. Do'stlar, men sizlar bilan xayrlashib qolaman va ikkinchi qism chiqishni xohlasalaring 10 ta, agar boy va kambag'al chiqishni xohlasa 20 ta video qiling. Ammo 20 ta bo'lmasa ham 10 ta bo'lsa boy va kambag'al va shuning ikkinchi qismi o'rtoqlarim va ukam va yoki o'rtog'im yoki ukam ikkovlari bilan video olishim mumkin. Shu qismda video olishim mumkin. Ular ham joylashib olishi, shunday narsalar qilishi kerak bo'ladi. Va qishloqlar qaytib keladi. Sizlar 15 ta like yig'ib bersalaring qishloqlar qaytib keladi do'stlar. Xayr, ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.